Arafa kuni qilinadigan 5 ta amal. Eng oxirgisi 2 yillik gunohga kafforat. Birinchisi duo qilish. Solihlardan biri aytadi: Allohga qasam, Arafa kuni biror bir duo qilsam, 1 yil o'tmasdan turib uni xuddi yorishgan tong kabi amalga oshganini ko'rdim. O'tgan solihlarimiz o'z ehtiyojlari uchun qiladigan duolarini aynan Arafa kuniga saqlab qo'yishgan. Zero bu kunda qilingan duolar sababli ko'plab orzu, umid va niyatlar amalga oshgan. Ikkinchisi, ushbu duoni ko'p takrorlash. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: duolarning eng yaxshisi Arafa kunidagi men va mendan oldingi payg'ambarlarning la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir deb aytgan duosidir. Uchinchisi, Allohdan do'zaxdan panoh so'rash. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Arafa kunida Alloh bandalarini do'zaxdan ko'p ozod qilganchalik boshqa biror kun yo'q. To'rtinchisi, takbiri tashriq aytish. Arafa kunining bomdod namozidan takbiri tashriq aytish boshlanadi. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Beshinchisi, roza tutish. Ushbu kuni tutilgan roza 2 yillik gunohga kafforat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Arafa kunida tutilgan roza undan oldingi va undan keyingi yillardagi gunohlarga kafforat bo'ladi deb Allohdan umid qilaman. Aziz birodarlar, Arafa kuningiz muborak bo'lsin. Alloh taolo sizni ushbu kunning barcha fazilatlaridan to'liq bahramand etsin.